Bir kunlik maoshingizni biznesdagi daromaddan farqi. O'zim oldin davlat ishxonasida ishlab turib, oyiga atigi 3-3,5 million so'm oylik olganman. Hozirgi kunda biznesdan esa bir kunda 27 ming dollargacha daromad qila oldim. Buni farqi nimada? Birinchi o'rinda men boshqalarning qosh qovog'iga qaramayman va o'zim xohlagan vaqtda, o'zim xohlagan va yaxshi ko'rgan ishim bilan bandman. Agar men oylikka ishlaydigan bo'lsam, ertalabdan kechgacha kimnidir ishini qilishga majburman va ertalabdan kechgacha belgilangan joyda, belgilangan tartibda o'tirishim kerak. Meni na kitob o'qishga, farzandlarimga qarashga yoki umuman o'zim xohlagan ish bilan shug'ullanishga vaqtim ham, kuchim ham yetmasdi. Lekin hozirgi kundagi biznesim orqali o'zim sayohatga chiqa olaman, farzandlarimga vaqt ajrata olaman. Bundan tashqari o'zim xohlagan mashg'ulotlar bilan bemalol shug'ullana olaman. Buni farqini nima uchun sizga aytib o'tyapman? Agar siz hayotda nima uchun yashayotganingizni o'zingiz bilan o'zingiz kelisha olmas ekansiz, unda shunchaki yashab o'tayotgan bo'lasiz. Sizga maslahatim, bir o'ylab ko'ring. Siz hozir nima uchun yashayapsiz?